Qaynana onalari-chi? Onlar kasat yapmadı. Yo'q. Ha, o'rtoqlar, Shohruzbekning uyini qurish uchun $1000 ehson qildilar. Hasanboy Buxoro Ramitandan bugun mana qaynonasi, ayollari Buxoroda bitta shular bor. Boja. Kaymen eşeğin boğaca. Ha, may kayfimon eşim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimizga obunachilar bo'lsa, Sog'indim deb nomlangan konsertimizda g'oliblari kelgan, ya'ni Malibu yutgan buxorolik akamizning avlodlari kelgan. Inshaalloh bo'lishi kerak, hozir ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sog' Sizlar Buxoroda? Ha, assalomu alaykum. Rahmat. Onakmi? Anasam böyle der. Qani onasi? Onası ayollarından kaynanası. Qaynana onalari-chi? Onlar kasat yapmadı. Yo'q. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xolajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Muborak bo'lsin. Qani mashinalaringiz? Taksida keldingizmi? Tayyor mashina bu, o'shani haydab ketamiz deb keldingizmi? Ikkita shofer. Rahmat. Siz kim bo'lasiz? Bocası. Bojasimi, ismingiz kim? Anvar. Anvar aka. Sizchi? Bocası Hamakati. Aha. Ismingiz? Nodur Bey. Nodir aka. Siz? Kaynanası. Qaynonasi. Xursandmisiz? Xudoga shukr. Kuyov emas, o'g'lim deng. O'g'lim dayda, xudoga chiqsin loyim. Malades, o'zi odam chehrasidan ham ma'lum bo'ladi. Farishtali bola ekan, bir yaxshi bir kulib turgan bola ekan. Hammasi yaxshi. Xudo degan bola. Mana ko'rdingizmi o'sha efirni? Masalan, bizni hech bir majburlamadik. Bizani doim kuzatib kelayotgan ekan, kasallarimizga $1000 ehson qilib yubordilar. Ko'ngli ochiq, yo'li ochiq. Alloh taolo mana bugun yozgan ekan. O'shanga bitta mayli bu. Musofirchilikda qanchadan qancha insonlar yuribdi, to'g'rimi aka? Ha, bitta bir Spark olaman, Matiz olaman, Damas olaman deb yillab ketadi. Xudo beraman desa 5 daqiqaning ichida berar ekan, mana qarang. Bu kishi ayollar bo'ladi, sizni qizingiz bo'ladi, muborak bo'lsin. Menga sog' bo'ling. Ilohim huzurlarini ko'ringlar. Bundan ham yaxshi yutuqlar nasib qilsin. Buxoro jandarmidi? Ramitan. O. Xudo xolasa hozir mashinangiz kelyapti. Birgalikda bir chaqchaqlashib, xursand bo'lib. Hurmatli obunachilar, yana bir bor assalomu alaykum. Yana do'stlar, Taychaqimiz Sog'indim deb nomlangan konsertimizning g'olibi Hasanboy Buxoro Ramitandan bugun mana qaynonasi, ayollari, bojalari mana ikkita boja almashib haydab ketamiz deb kelibdilar. Tabrikimiz. Rahmat. Bojalar. Ha, Buxoroda bitta shular bor. Boja. Kaymen eşeğin boğaca. Ha. May kayfimon eşim. Bu yo'la mekonem deb, ha? Onajon, tabriklaymiz qaynonalari. Muborak bo'lsin, mayli bo'lar. Hammaga ham nasib qilsin shu. Rahmat. Salomat bo'ling. Mana kelin tabriklaymiz. Xo'jayiningizning yutug'i muborak bo'lsin. Rahmat. Hammaga ham nasib qilsin. Bundan ham ishingiz bardavom bo'lsin. Ilohim. Siz bizga bersangiz, Alloh sizga ming qilib bersin. Ilohim. Ehsoningiz har doim qabul bo'lsin. Ilohim, rahmat. Ha, o'rtoqlar, Shohruzbekning uyini qurish uchun $1000 ehson qildilar. Hasanboy mana bojalarni qo'lidan oldi. Xudo xolasa omonatini, hisobotini Allohning guvohligida, xalqimizning guvohligida topshiramiz Xudo xolasa. Rozimisizlar? Hurmatli obunachilar, mashinani bir ko'rsating. Qani qachib turing qani? Yana o'rtoqlar, Xudo xolasa Malibimiz yana hammangizga nasib etsin. Yana. Nasib etsin. Ajoyib mashina ekan, yana ko'rdik. Ayolim da deganlar, menga yarashdimi? Zo'r.